Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar, charchabsizlarmi? Bugun sizlar bilan to'g'ri Facebook akkaunt ochish haqida gaplashamiz. Bugungi darsligimiz shundan iborat: to'g'ri Facebook akkaunt ochish. Xo'p, ko'p o'quvchilarimiz Facebook akkaunt ochishadi, levi ismlar bilan ismligini to'g'ri yozishmaydi ham. Misol uchun mana oddiygina misol, Facebook akkaunt ochilgan bu yerda. Bu pasportdagi Facebook akkaunt bo'lishi kerak. Ism, familiya, pasport bilan to'g'ri kelishi kerak. Chunki mabodo Facebook akkauntimiz blok bo'lib qolsa, Facebookka biz pasport jo'natishimiz kerak bo'ladi. Va akkauntimiz blokdan chiqish uchun Facebookdagi ismimiz pasportdagi bilan bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, akkaunt blok bo'lmasligi uchun nima qilish kerak Facebookda? To'g'ri ism qo'yish kerak. Pasportdagi ismni yozish kerak, ism, familiya, yosh va mana bu yerda informatsiya turibdi. Shu informatsiyani to'liq to'ldirish kerak o'zimiz haqimizda. Va druziyalar tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana bizda tashlangan bu akkauntda druziyalar tashlash kerak bo'ladi. O'zingiz haqida to'liq ma'lumot to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Mana to'liq ma'lumot to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Rasmni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Agar yangi akkaunt ochsanglar 2 hafta davomida akkauntni qizdirishinglar kerak bo'ladi. Rasmni qo'yib, storieslar qo'yib, druziyalar tashlab, o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot yozib, hamda 2 haftadan keyin so'ng uje reklamalar yoqsa bo'ladi. Yangi akkauntda, yangi Facebook akkauntda. O'zingiz haqingizda to'liq rasmlar, druziyalar tashlab. Hop. Bu yerda keyin biznes stranitsada bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Bular hammasi biznes stranitsa bo'ladi. Bu Facebook lishning stranitsasi. Bular biznes stranitsasi. Hop. Biznes stranitsani ikkita ochish yo'li bor. Birinchisi Instagram orqali, ikkinchisi Facebook orqali. Men Facebook orqali hozir sizlarga ochishni o'rgatib o'taman. Hop, keyin hamda aytib qo'ymoqchi edim, agar uje sizlarda Facebook akkaunt bo'lsa, boshqa ismga ochib qo'ygan bo'lsanglar, mana shu yerda redaksiyalik profilni bosamiz. Hop, bu yerda edi. Mana bosamiz. Настройки anaqani bosamiz. Настройка bosamiz. Hop, bu yerga kiramiz, Center akkauntga. Agar boshqa ism yozib qo'ygan bo'lsanglar, uje Facebook akkauntinglar bo'lsa. Hop, kiramiz mana Facebookka. Mana imya. Mana o'zgartirib olsak bo'ladi. Agar Facebook akkauntinglar bo'lsa, lekin pasportdagi bo'lmasa, Facebook akkaunt o'chishinglarni pulni o'zgartirib tashlaylar. Pasportdagiga qilib qo'yinglar, akkauntinglar blok bo'lmasligi uchun. Shuni o'zgartirib, bizda o'zgartirish shart emas, chunki Facebook akkaunt pasportdagi to'ppa-to'g'ri yozilgan. Xo'p, yozib bo'lganinglardan keyin mana shu tugmani bosasizlar, akkauntinglar pasportdagiga o'zgaradi. Shunda akkauntinglar hech qanaqa Facebook tomonidan blok bo'lmaydi, подозрительный aktivность bo'lmaydi. Aytganimdek, 2 hafta davomida qizdiringlar akkauntni, yangi akkaunt ochganinglardan keyin. Sразу target yoqib olmanglar. Sразу target yoqsanglar, akkauntinglar blok bo'ladi. Hamda Instagram akkauntni ham tortib ketishi mumkin blokirovkaga. Hop, o'zgartirib olganinglardan keyin chiqamiz bu yerda. Sizlarga stranitsa ochishni o'rgataman Facebook orqali. Instagram orqali ham ochsa bo'ladi stranitsani. Hop, mana shu yerga o'tamiz. Mana stranitsa bo'limiga kiramiz. Mana soздать новую страницу bosamiz. Bu yerga yozamiz. Biz stranitsa nomi, misol uchun sizlarda onlayn magazin bo'lishi mumkin. Men test uchun deb yozaman. Sizlar Instagram profilingizning nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar. Uchun 5 kategoriya. Nima bu? Nima bilan shug'ullanasizlar? Misol uchun onlayn. Misol uchun mana sayt здоровый образ жизни tanlab qo'yamiz. Sizlar qanaqa kategoriya bilan, nima bilan shug'ullanishinglarni tanlaysizlar bu yerda. Hop, описание yozamiz. Onlayn tovarlar.
botga to'liq yozib qo'yinglar, chunki stranitsada mana bunaqa bo'lib chiqib turadi. Xuddi Instagramni upakovka qilishi sizlarga tushuntirgandim birinchi darsda. Xuddi shunaqa bu stranitsani ham upakovka qilasizlar. O'sha darslikni ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rishinglarni tavsiya beraman. Soздать страницу bosamiz. Xo'p. Bizda stranitsa juda ham ko'p ochilganligi uchun bizda soздать bo'lmadi. Ko'rishinglar mumkin. Menda juda ham ko'p stranitsa. O'shaning uchun soздать bo'lmadi. Sizlarda soздать bo'ladi. Hop, bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li Instagram orqali. Hop, Instagram stranitsa ochishi bu ikkinchi yo'li. Birinchi yo'li Facebook orqali edi. Tushuntirib berdim sizlarga. Hop, yangi Instagram'i bo'lsa, biz buni professional akkauntga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu lichniy akkauntda turibdi. Sizlarda ham menimcha lichniy akkauntda bo'ladi. Buning uchun mana bu 3 ta tochkani bosamiz. Pastroq ochamiz. Tip аккаунта и инструменты degan bo'limga kiramiz. Переключиться на профессиональный аккаунт bosamiz. Продолжить bosamiz. Продолжить bosamiz. Yana. Hop. Bu yoqda kategoriya akkaunti. Nima bilan shug'ullanasizlar? Misol uchun bu yoqda автор video. Men xohlasanglar mana buni bosib qo'ysanglar, mana bunaqa turishi mumkin. Mana buni bossanglar, автор video bo'lib chiqib turadi profil описаниесida. Готово bosamiz. Bu yoqda sразу so'rayapti. Avtormi, biznesmi deydi. Agar sizlarda lichniy akkaunt bo'lsa, lichniy akkaunt ko'tarmoqchi bo'lsanglar, avtor tanlaysizlar. Agar sizlarda biznes akkaunt bo'lsa, misol uchun Instagram do'koninglar bo'lsa, Instagramda onlayn magazininglar bo'lsa, biznes tanlab qo'yinglar. Agar lichniy akkaunt bo'lsa, avtor tanlaysizlar. Tayyor bizda X bosamiz. O'tdi mana professional akkauntga. Endi redaktivit profil bosamiz. Stranitsa bo'limiga o'tamiz. Bu yoqga boshqa stranitsa ulangan. Men sizlarga hozir yangi stranitsa ochib ko'rsataman. Buni o'chirib tashlaymiz. Продолжить bosamiz. Войти на Facebook bosamiz. Hop. Создать страницу Facebook bosamiz. Bu yoqga test uchun 666 kategoriyani tanlaymiz. Misol uchun redaktor tanlayman. Sizlar o'zingizlarga mos kategoriyani tanlaysizlar. Nima bilan shug'ullanishingizga qarab turib kategoriyani tanlaysizlar. Xo'p. Soздать bosamiz. Ochildi. Ko'rishinglar mumkin. Mana. Yana bitta narsa aytib o'taman. Mana shu Instagram orqali stranitsa ochsak, biznes menejer ham ochiladi. Keyingi darslarda biznes menejeri nimaligini sizlarga tushuntirib o'taman.